Siz soting, Spark modadan qolgan, eskirib ketdi-yu deb ko'pchilik meni obunachilar menga yozishardi, lekin bilishmaydiki, qanchalik meni mashinam men uchun muhimligini va men uchun qadrliligini. Buni mashinasi bor odam va ancha yildan beri mashina haydaydigan insonlar meni tushunishadi. Ko'pchilik 2 hafta mashinasiz yurganimga men mashinamni sotib yubordi deb o'ylashdi. Aslida yo'q. Men mashinamga mehr berishga qaror qildim va sizlarga hozir такой mini olov obzor qilib beraman. Bu videoni обязательно oxirigacha ko'rib, menga like bosishni unutmang. Это мои новые диски. Короче, diski shuni almashdi. Shem zo'r ochib bergan Sparkni. Yangi rezinalar qo'yganman. Undan tashqari eshitdinglar. Bilaman, full mashina shumka bo'lgan. Salonga hech qanaqa alishni ovozi kirmayapti. Prям kayf. Diskaga bitta baho beringlar. Qanaqa ochib berganimni, вообще maza qilardim. Undan tashqari tonirovka, полное разрешение, 70 talik urilgan. No buni 100 ta qo'raman, chunki 70 ta bemalol yuraman. Oldin 100 ta yurib ko'rsin, 5 ta. Вот, ana endi salonga o'tamiz. Bismillah. Ko'rishinglar mumkin. Полный eshiklar, полный salon sepilgan, chizilgan, qirilgan joylari va men bitta laminat bo'lgan полностью. Undan tashqari podsvetka. Lekin chexol отдельная sema bo'lgan, juda ham salonga mos tushgan. Redline o'zim xohlagan, o'zim tanlaganman. Yangi redline chexol. Undan tashqari yangi absolutno Malibu bar olganman. Bu juda ham Sparkga cho'tga yarashgan, to'g'rimi? Hammasi redline bo'ldi. Podsvetkani oranjevisini tanladim. Juda ham chiroyli rang, cho'tki chiqqan. Вот, полный men bitta laminat chizilmaydi. Bilasizlar, kuchugim o'zim bilan olib yuraman. Shu yangi poliklar olganman. Motorlarni ham ko'p ishlar qilindi, men yozib qo'yaman, nimalar qilinganini. Xullas, mashina qurt bo'ldi. Qurt nok deydi, nima deydi? Prям kayf. Bitta baho beringlar, Spark akalar bormi? Mashina dahshat bo'ldi, lekin o'zimga maza qilardim, o'zimga juda ham yoqdi. Meni nok Sparkim, короче, shaharda bitta bo'ldi. Ko'rsanglar, hayda borasizlar.